Rolda ayol kishidan ko'ra erkak kishi ishonchliroq deyishorada. Shu menga teskarisiga o'xsharadi nimagadir. Chunki hech bir yangilikda ko'rganmisizlar, ayol kishi uxlab qolishi oqibatida avtohalokat sodir bo'ldi. Yo'q, ayol kishi hech qachon rolda uxlab qolmaydi. Va betidagilarni yuvmasdan uxlamaydi u. U erkak kishi u haligi tinch joy bo'lish kerak, qorong'i joy, hamma yoz. Yo'q, erkak kishi hech bulut chiqib qolsa uxlayveradi. Farqi yo'q, charchab qolgan bo'lsa. Eng qizig'i oshnangiz bilan ketyapsiz. Normalniy ketayotganingizda. Men payyachiman, u Shumaherni jiyani edim-u men deb qoladi-yu. Qaydandir kelib qoladi miyasiga, bosishni boshlab. O'y, tehtasal o'zingni bossang, o'z dadangning mashinasini mo'yka gap chiqqan bola bo'lsang oshna. Qonun qoida buzish uchun chiqarilgan deydi. Voy, men gapingni eshitib, bel tarafim olib qoldi, cho'ta oshna. Men yoshligimda logopedim aytganda, haligi qorong'i joyda maskali akalardan kaltayish taqiqlanadi-da menga. O'y, u gapingni eshitib olishmasin, sen pirraven uyada tursin, metrikang ham yo'q. Siz shunaqa bosib ketadi, mana shu yerga tushganda yerda o'padigan qilib bermaguncha hisob pastda.